Assalomu alaykum hammalaringizga xayrli kech. Saxovat izlab gruppamizda kuzatuvchilari, aziz obunachilarimiz. Bugun kechqurganda jigina Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatidan kelgan Nasiba hamda ularning qizaloqlari Jasminaxonlarni operatsiyaga tayyorlash jarayoni. Ertalab operatsiya. Sizlarga video qilishimdan maqsad shu 5 yoshargina shiringina qizaloqchamizni videolarini ham qo'yib borganman gruppamizda, xayriya e'lon qilgan edik. Bu qizimiz birinchi O'zbekistondan kasallik aniqlanmagan, qorni ishgan holatda kelgandi. Jasmina 5 yoshli qizalog'imiz qorni ishib, qoratalag'i shaharda kasallik, ya'ni illik kasalligi deb bular nima bilan kelgan, lekin bu yerda analizlar topshirish natijasida Jasminaxonda jigar sirrozi, ya'ni jigar almashtirish, jigar transplantatsiya qilinishi kerakligini aytilgan. Bu qizalog'imizda gepatit yo'q, A, B, D, C degan viruslar yo'q, lekin jigarda o'zida qandaydir bir kasallik bor. Shuni hisobiga qorni ishib, qoratalaq kattalashib, jigar almashtirilish darajasiga yetib kelgan. Hozirda bu asal qizaloqchamiz birinchi endi analiz topshirib kasallik tashxisini aniqlab olay deb qo'llarida $2000 bilan kelgan edilar. Onajonisi bilan Hindistonga Belka Max klinikasiga. Bu qizalog'imizda kasallik aniq bo'lgandan keyin Jasminaxonga xayriyalar e'lon qilishni boshladik. Xayriya uyushtirdik. Saxovat izlab gruppamizda mana Sadoqat Dadaboyeva odamiylik ko'rsatuvining jurnalisti juda katta yordam berdilar. Minnatdorman. Hech qachon seni kasaling, meni kasalim demaydilar. Qo'lidan kelganicha navbat bilan, o'chirit bilan bemorlarimizga beminnat yordam ko'rsatib keladilar. Alohida minnatdorchilik bildiraman Sadoqat opamga. Iloyim ko'rsatuvlari bardavom bo'lsin. Qizaloqlari ham o'ziga o'xshagan xalqqa, yurtimizga, insonlarga xizmat qiladigan shirin oqila farzandlar bo'lib yetishsin. Kichkinagina farzandchani rizqi bor ekanda, mana musofir joylarda shu qizalog'imiz qiynalmasdan operatsiyaga kirsin deb, mana hozirda yarim pullar mablag'lari yig'ildi. Banisaga bilishimcha 17,000 yo $18,000 pul to'lov qilishyapti operatsiyaga. Xudo xohlasa bugun hozir Jasminaxonni qorni ishayotganligi natijasida tezroq operatsiya qilinmasa bo'lmas edi. Shuning uchun pullar to'liq yig'ilgunga qadar biz kutib tura olmadik. Odamiylik yuzasidan operatsiya qildirib tursak, Xudo xohlasa bundan buyog'iga ham shu qizalog'imizni xalqimiz qo'llab yuboradi degan umiddaman. Ertaga nasib inshaalloh ertalab soat 7dan Xudo xohlasa Jasminaxon jigar ko'chirib o'tkazish transplantatsiyasiga operatsiyaga kirib ketadi. Bu operatsiya 14 soat, eng kami 10 soat, 12 soat bo'ladi. Bular uchun onajonisi Nasibaxon jigarlarning 65%ni berib donorlik qiladi. Ha, aytgancha Nasibani 2 yoshli farzandi bor. 2 yoshli farzandini ham bir joyda yotadigan insul onasiga tashlab kelganlar, iloji yo'qligidan sizlardan yana bir iltimos qilib qolardim. Bu ona va farzandni duoda bo'lib turinglar. Ertaga Xudo xolasa nasib shu kechki paytga, shunaqa paytga operatsiyadan yorug' yuzlar bilan chiqib olgan videolarni qo'yishlik nasib qilsin. Hammamiz mo'min musulmon insonlarmiz. Gruppamizda, YouTube kanallarida, kunuzlarda mana kartalari qo'yildi. Ozgina, menimcha shu 5,000, 4,000 mablag' yetmayapti bu qizaloqlarimizga operatsiyaga. Operatsiyadan chiqqandan keyin yana litseniyasi, dori-darmonlariga, biletlariga ham mablag' kerak bo'ladi. Iltimos, agar xolis yordam qilaman degan homiylar chiqib qolsa ham meni lichkamga yozib yoki shu Saxovat izlab gruppamizga yozib, qo'llaringizdan kelganicha bu qizaloqni, ayniqsa yosh qizaloqchalarni, bolajonlarni begonasi bo'lmaydi deydi. Har birimiz 10,000 dan 5,000 dan yordam qilsak ham shularni pullari yig'ilib qolardi. Xudo xolasa katta bo'lsa shiringina
asalgina qizaloqcha bo'lib bitta xonadonni shirin kelini bo'lib xizmat qiladi, o'qimishli, esli, oqila qiz bo'lib yetsin. Hammalaringizga rahmat, duoda bo'lganlarga. Ilohim duo qilib turinglar. Assalomu alaykum, saxovat izlab gruppalar va O'zbekiston xalqlar. Mana kichkina qizimiz Jasmina bu Hindistonga kelgan ekan. O'zbekistonda kasallik anik bo'lmagan, ko'rin ishib kelgan, lekin illik ham degan ko'proq. O'shandan oldin birinchi illik analizlar ham topshirgan. Keyin genetik analizlar topshirgan. Illikdan kasallik chekmagan buni. Hamma yo'q analizdan anik bo'lgan. Keyin buni biopsiya bo'ldi jigardan. Biopsiya bo'libdan keyin buni jigarda kasallik bor ekan, jigar siroz. O'sha uchun buni jigar transplantatsiya qildirish kerak. Mana opa Karakol Pokistondan ekan. Jasmina kichkina qiz, juda shirin qiz ekan. Buni opa gapirib bering o'zingiz haqida. Bizga ko'p yordamlar bo'ldi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, saxovat izlab gruppadoshlari. Bizlarga Muhsin aka, Umid opalar juda katta yordamlar qilishdi. Ilohim sog' bo'lsin, bolalarning rohatini ko'rishsin. Bizga fonddan yaxshi yordamlar bo'ldi. Umid opam ham yaxshi yordamlar qildi. Xayriyalarga chiqishga yaxshi yordam qilishdi. Men bu yerga mablag'siz kelganman. 2000 pul bilan, analiz puli bilan kelganman. Hammasiga Muhsin aka va Umid opalar yaxshi yordam qilishdi. Fonddan ham $1000 yordam qilishdi. Hammasi uchun rahmat. Umid opamga ham, Muhsin akaga ham. Rahmat opa, Jasmina sog' salomat cheksin. Ertaga mana gruppadoshlarimiz Jasminaga ertaga jigar transplantatsiya operatsiya bo'ladi. Doktor Abidib Belgiya Max klinikada bu operatsiyani o'tkazadi. Hammalardan duo qilish uchun istayman. Ular uchun ham duo qilayliklar. Inshaalloh. Eng asosiy duo. Hamma duosi Xudo xolasa yaxshi chiqib qolsin deb duo qilishsin. Shu qizim o'zimiz yo'q O'zbekistonimizga insonlarning bag'rimga bosib ketish nasib qilsin. Ertaga Xudo xolasa operatsiyadan sog' salomat chiqadi inshaalloh. Oqshomda siz bilan ko'rishamiz, ham gaplashamiz. Keyin Jasmina ham Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketsin bu tomondan. Jigar operatsiya bo'libdan keyin sizga ham kattakon rahmat. Qizingizga jigar beryapsiz. O'zingiz ikkita farzand bor sizda. Birinchi bu. Birinchi Jasmina, keyin kichkina chaqaloqni tashab keldi. Opa O'zbekistonda. Mana endi Jasmina xonga Xudo xolasa operatsiya bo'lsa, ertalab inshaalloh sog' salomat chiqadi. Sizlardan hammalaringga rahmat, duo qilib turinglar. Inshaalloh yaxshi chiqsin operatsiyadan. Ham Xudo xolasa natijador bo'lsin. Inshaalloh. Rahmat opa, sog' bo'linglar.